Xo'p, xayrli kech hammaga. Bugun ham o'sha challenge'imizni davom ettiramiz. Ya'ni 3-inchisi palm tree ekan. Xo'p, buni ham bir boshdan tarjima qilib, pastdagi definitionlarga so'z qo'yib beramiz. Xo'p, bunda ham juda ham bir qiziqarli so'zlar va grammatikalar mavjud. Xuddi o'sha grammatikalarni imkon qadar qo'ldan kelgancha tushuntirib ketishga harakat qilaman. Palm trees, ya'ni palma daraxtlari. Of the world's 2,500 plus species of palm trees, the Palmyra palm is most important to man, next to coconut palm, because it yield for food and provide over 100 different useful end products. Okay. Xo'p, bu yerda bitta grammatik narsa ketyapti. Of degan narsa. Agar gapning boshida of ishlatilsa, u ichida degan ma'noni bildiradi. Qanday ma'noda keladi? Misol uchun, of all friends, Ali is the best. Xo'p, all of the, ya'ni barcha do'stlar ichida Ali eng yaxshisi. Misol uchun, bu bo'lmasam all of emas, of all cars, Damas is the most useful. Ya'ni barcha mashinalar ichida Damas eng foydalisi degan ma'noni bildiradi. Demak, of agar boshida ishlatilsa, ichida degan ma'noni bildiradi. Xuddi shu narsani mana tarjima qiladigan bo'lsak, palma daraxtlarining 2500 ta dunyodagi 2500 ta turlarining ichida palma daraxti eng muhim bu odamlar uchun. Next to degan narsa kelyapti. Next to ga o'xshash degani, misol uchun coconut palm, ya'ni kokos daraxtiga o'xshab, bu daraxt insonga eng muhim narsa, chunki it yield food and provide over 100 different useful end product. Chunki it yield degani ta'minlamoq, chiqarib bermoq, ya'ni ishlab chiqarmoq. Chunki bu ovqat ishlab chiqaradi va 100 dan ortiq turli xil end product degani tayyor mahsulotlar. Masalan, olmani pishig'i yo gilam tayyor bo'lgan. Qarochi hamma narsa bo'lib tayyor bo'lgan mahsulot end product degani. Ya'ni end productlarni, turli xil end productlarni ta'minlab berar ekan o'sha daraxt. To obtain the majority of its benefit, the Palmyra needs to be climbed twice daily to extract the nutrition juice from its flower branch. Okay, mana to degan narsa gapni to bilan boshlayapti. To deganda maqsadida degani, maqsad agar gapning boshida ishlatilsa, misol uchun qanday masalan qilib to get higher result, I started reading books. Ya'ni mana katta to katta harf bilan yozilishi kerak. Xo'p, yaxshi balandroq natija olish maqsadida, ya'ni olish uchun maqsadida men kitob o'qishni boshladim bo'ldi. Agar to boshida ishlatilsa, xuddi mana shunaqa. Mana juda ham ko'p benefit degani, uning foydasining juda ham ko'pini olish maqsadida, obtain degani olmoq degani. Olmoq, ya'ni egallamoq, olish maqsadida Palmyra need to be climbed. Bu yerda passive voice ketyapti. Chiqilish kerak, tepasiga chiqilish kerak twice daily, ya'ni kuniga 2 mahal tepaga chiqish kerak. To, mana to degan narsa mana yana kelyapti. Prosta u gapning bu yog'ida, maqsadida degani bu yog'dan kelyapti. Misol uchun uning barglaridan, ya'ni barg shoxchalaridan nutritions, ya'ni vitaminli sharbatni olish maqsadida. Extract degani ajratib olmoq. Ajratib olish maqsadida uniga kuniga 2 mahal tepasiga chiqish kerak ekan. Xo'p, bitta gapning ichida ikkita to ishlatilyapti. Ikkalasi ham bir xil ma'noda. Bittasi bosh gapda, ikkitasi gapning ichida ishlatilyapti. Ikkalasi ham maqsadida degan ma'noni tarjima qilinyapti. Xo'p, keyingisi it is this juice converted by several different methods that is the basis for a wide variety of other products. Okay, mana zo'r grammatik narsa ketyapti, ya'ni clef sentence.
o'sha bitta narsani mention qilish uchun, emphasize qilish uchun ketyapti. Masalan, it is the juice deyapti. Bu o'sha sharbat. Bu yerda relative clause qolib ketgan, ya'ni relative clause removal bo'lgan, ya'ni olib tashlangan. It is the juice which is bo'lishi kerak edi. Prosta mana shu relative clause tushirib qoldirilgan. Bu ham bitta grammatik jihatdan baland narsa. Misol uchun bu sharbat qaysiki turli xil metodlar orqali converted, ya'ni o'zgartirilgan. That is the basis. Basis degani asos. Asos for a wide variety of other products. Boshqa mahsulotlar, boshqa turli mahsulotlarga asos bo'ladigan bu sharbat ekan. Misol uchun bu yerda ham clef sentence'ni yana ko'rishimiz mumkin. Bu bo'lish kerak. It is mana x verb u yog'i complement modifier ketadi. Misol uchun qanday? Modifier. Misol uchun it is Ali won the tournament. Ya'ni bu Ali Aligini yutgan, ya'ni chempionatni yutgan degan ma'noda kelyapti. Xo'p, keyingisi ketdi. Collecting this juice, ya'ni bu collecting, ya'ni yig'ib olish, bu sharbatlarni yig'ib olish, biroq bu juda ham arduous. Arduous degani juda ham mehnat talab qiladigan. Mehnat talab qiladigan ish va tez bu juda ham dahshatli, ya'ni xavfli ish. For degan narsa uchun degan ma'noda ishlatilmayapti. Agar gapning boshida, ya'ni ikkita gapni bog'lashda undan oldin vergul ishlatilgan bo'lsa, bilingki u uchun emas, chunki degan ma'noda ishlatilyapti. Misol uchun, bu juda ham ish talab qiladigan narsa va juda ham xavfli ish, chunki the trees, daraxtlar can top 30 meters in high, ya'ni bo'yi 30 metrgacha cho'zilishi mumkin ekan. Xo'p, xuddi shunaqa bu polni tarjima qilib bo'ldik. Endi pastdagi aliga o'tishimiz ham mumkin. Xo'p, pastga o'tsak. Bizda A'dan tortib to aligacha bor ekan. Xo'p. Bitta grammatik jihatdan sal xato ketib qoldim. Bitta Z ham bo'lish kerak ekan. Z. It is the alley that it was the alley. It was Ali that won the tournament. Ya'ni bu turnirni yutgan Ali edi degan ma'noda ishlatilyapti. Xo'p. Bundan keyin aligisini boshladik. More than, ya'ni dan ko'p. Dan ko'p degan narsani biz boshida menimcha ko'rdik. Dan ko'p, misol uchun bitta plus degan narsa, o'zi o'zbeklarda ham aytadi-yu, nechi ball kutyapsan desa 7 plus deysiz, 7 plus deganda o'sha nazarda tutiladi. Misol uchun bundoq qilib plus. Bundan keyin produce naturally, ya'ni ishlab chiqarmoq. Ishlab chiqarmoq bitta yield degan narsa bor edi. Yield degani ishlab chiqarish. Demak, bunga yield tushar ekan. Yield. Xo'p, final result after the treatment or process, ya'ni oxirgi narsa, jarayondan oxirgi bo'ladigan narsa biz ko'rdik. Mana end product degan narsani ko'rdik. Ya'ni oxirgi bo'lgan mahsulot, ya'ni gilam bo'ladimi yo bitta jarayon bo'ldi va o'sha jarayondan keyin bo'lgan narsa nima, result, natijasi nima degan narsa. Get, ya'ni olmoq, biz yana olmoq degan narsa bilan obtain degan narsani ko'rdik. Xo'p, obtain. Keyingisi more than half of total, ya'ni yarmidan ko'p. Biz tepada menimcha ko'rdik shunaqa narsa. Misol uchun majority degan narsa. Majority degani ko'p degani, ya'ni yarmidan ko'p, ya'ni 60-70% deganda majority ishlatiladi.
Hop, something good or useful. Foydali bo'lgan narsa. Bitta benefit degan narsani ko'rdik. Benefit degani o'zi foydali degani. Benefits. Get something from or out of something. Ya'ni bitta narsadan bitta narsa olmoq. And extract degan narsani ko'rdik. Extract degani bitta narsadan bitta narsani ajratib olmoq. Ya'ni paxtadan yog' ajratib olinadi. Extract. Paxtadan yog' ajratib olinadi degan narsada o'sha extract ishlaydi. Having high value of value as food or containing vitamins. Vitaminlarga boy bo'lgan narsa degan narsani mana biz ko'rdik. Mana nutritious degan narsani. Xo'p, demak unga nutritious bo'lar ekan. Keyingisi pastga yozishimiz kerak edi. Change o'zgartirmoq. O'zgartirmoqqa sinonim mana convert turibdi. Convert degani o'zgartirmoq. Convert. Sorry, mana pastroqqa tushish kerak. Keyingisi trying. Tiring, evolving a lot of energy. Ya'ni juda ham ko'p narsa talab qiladigan, bitta arduous degan narsani ko'rdik. Arduous. Arduous. Be taller. Og'irda top degan narsani ko'rdik. Top. Xo'p. Xuddi shu, ya'ni biz bilishimiz kerak bo'lgan narsalar shu. Bu narsalarda haligi bu artiklda bunda kam biz bilishimiz shart bo'lgan narsa. Agar balandroq natija, readingdan balandroq natija oladigan bo'lsak, lekin qaraydigan bo'lsak, bizda juda ham yaxshi grammatikalarni ko'rdik. Of'ni boshda ishlatishni, to'ni boshda ishlatsa qanday va o'rtasida olsa ham qanday. Mana clap sentence o'tdik. Xuddi shunaqa mana shu grammatikalarni o'rganib yaxshi bo'ladi. Xudo xolasa, endi siz ko'proq bilasiz. Xudo xolasa keyingi darslarda ko'rishguncha xayr.